Qo'limdagi kitob mana Ar-Rawzul Azhar, Aliul Qoriyning Fiqhul Akbarga yozgan sharhlari, e'tiqod kitobidan. Hanafiy olamida mana Abu Hanifaning kitobi Fiqhul Akbar, hamma biladi buni. Va shorihi Aliul Qori rahimahulloh Hirotdan bo'ladilar. Hanafiy mazhabidagi nihoyatda katta muhaddis, mufti, muhaqqiq olimlardan. Butun Hanafiy ulamolar hurmat qiladi. Mana Hanafiy mazhabidagi eng mo'tabar kitobdan o'qiyapmiz. Qani Hanafiy ulamolari Navro'ziga qanday munosabatda? Va fil xulosati, xulosa degan fatvoda kelyapti deyaptilar. Man ahda baydatan ilal majusi yawman Navro'z kafara. Kimiki Navro'z kuni majusiga bir tuxum hadya qiladigan bo'lsa, kofir bo'libdi deyapti Hanafiylar. Qani bir tuxum. Tuxum nima degan narsa? Lekin shu Navro'z bayramini bayram deb turib, bir majusiga tuxum hadya qiladigan bo'lsa, kofir bo'ladi deyapti. Li'annahu i'anatun ala kufrihi va ig'wa'ihi. Chunki Navro'z kuni bir-biriga hadiyalar berishlik, kofirlarning kufriga yordam berishlikdir va ularning ig'vosi, ularning fasodchiligi, buzg'unchiligiga yordam berishlikdir. Aw tashabbaha bihim fi ihdayhi, yoki hadiyalashlikda kofirlarga o'xshadi. Hadisga ishora qilyaptilar. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, "Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum." Kim o'zini bir qavmga o'xshatsa, o'shalardandir deydilar. Oyatda ham keladi, Alloh taolo shuni aytadi. Bu qoida kulliyadir. Kim o'zini kimga o'xshatsa, shularning hukmida. Navro'z bayrami majusiylar, kofirlarning bayrami bo'ldimi? Demak, qaysi musulmon Navro'z bayramini bayram qilsa, nishonlasa va shu kuni bir-biriga hadiya bersa, kofirlarga, majusiylarga o'zini o'xshatgan bo'ladi va islom aytayaptiki, ulardansan deyapti. Va shu oyat hadislardan ulamolar mana shunday hukmni chiqaryaptilar. Va fi mujmalin nawazil. Mujmalun nawazil degan Hanafiy mazhabidagi mashhur fatvo kitobida kelyaptiki, ijtama'al majusu yawman Navro'z. Majusiylar Navro'z kuni to'plandi, bayram qilishyapti. Faqala Muslim, bir musulmon ularni ko'rib, siratun hasanatun wada'uha. Ajib bir odat qilishibdi bular, ajib bir marosim ekanmi, nihoyatda yaxshi bir bayram ekanmi desa, kafara, kofir bo'libdi deyaptilar. Qarang, bir musulmon Navro'z bayramini bayram qilmayapti. Lekin kofirlar bayram qilganligini ko'rib yoki johillar bayram qilganini ko'rib, ajib bayram ekan, yaxshi bo'layaptimi, maza qilishyaptimi desa, kofir bo'ladi deyapti. Lannahu istahsana waz'al kufri. Chunki bu kufr qonunlarini yaxshi dedi bu. Kufr odatlarini yaxshi dedi. Shuning uchun kofir bo'ladi. Ma'tadammun istiqbahihi siratal islam. Va bu gap tagida boshqa bir gap borki, islom qonunlarini yomon dedi. Islom bayramini haqorat qildi bu. Kofirlarning bayramini yaxshi deshlik bilan islom bayramini haqorat qildi, yomon dedi. Shuning uchun bu ikki tarafdan kofir bo'lyapti. Va fil fatawai sughra, fatawai sughroda kelyaptiki, man ishtara yawman Navro'z shay'an wa lam yakun yashtarihi qabla zalik, arada bihi ta'ziman Navro'z kafara. Kimiki Navro'z kuni biror narsani sotib olsa, boshqa kunlari uni sotib olmas edi. Va shu narsani sotib olishlik bilan Navro'zni ta'zimini iroda qildi. Kafara, kofir bo'ladi deyaptilar. Navro'z kuniga atab turib, biror narsani sotib oladigan bo'lsa, kofir bo'ladi. Masalan, yangi libos sotib olyapti, yoki meva-cheva sotib olyapti, yo hadiya sotib olyapti, yoki uyiga hadiyalar sotib olyapti, kofir bo'ladi deyaptilar. Bu butun bayramlarga tegishli bu. Faqatgina Navro'zga xos emas bu. Navro'z bo'lsin, yangi yil bo'lsin, 8-mart bo'lsin, xotinlar bayrami, kampirlar bayrami, chollar bayrami, qaysinisi bo'lsa bo'lsin, islomdan tashqari bo'lgan bayramlar.